Ismim Rahmonova Zarnigor, 4 yillik veb dasturlash va 2 yillik robototexnika spetsialistiman va raqamli avlod qizlari tanloviga o'zimni Aralflow nomli loyiham bilan kelganman. O'zi nomidan kelib chiqqan holatda bu Orol dengizidagi global muammoni hal qilishga yordam beradi. Ya'ni u undagi tarqalayotgan atmosferaga va butun dunyo bo'yicha tarqalayotgan tuzlarni yer osti suvlarini filtr qilish orqali tepaga chiqarib, u yerdagi tuzlarni bosishga hamda Qoraqalpog'iston aholisi uchun toza ichimlik suvi, ya'ni tuzsiz ichimlik suvi bilan ta'minlashga yordam beradi. Va men bu loyiha ustida 2 yildan beri ishlamoqdaman va o'zimni Qoraqalpog'istonga bo'lgan tashriflarim davomida va u yerdagi laborantlar bilan birgalikda ishlash jarayonida Xitoy GMT filtr fabrikalari bilan birgalikda kollaboratsiya qilishga erishdim va hozirgi kunda ular bilan birgalikda suv filtrlarini birgalikda ishlab chiqaryapmiz va Aralflow nomli filtratsion nasos sistemalarini uy sharoitida uydagi suvlarni filtrlashga ishlatmoqdamiz.